juda zo'r dolzarb mavzu. Uzoq yillardan beri mahallada rais bo'lib ishlab kelayotgan bo'lsam, boshlanishida oylik ham bo'lmaganda bizda. To'ppa-to'g'ri. Lekin maqsad unda emas. Mahallani raisini bitirib chiqaradigan oliygoh yo'q. Mahallani raisi mahallada shakllanib, mahallada kamol topib, o'sha yerda eng izzatli, e'tiborli, obro'li insonlarni orqasidan ergashtira oladigan inson bo'lish kerak. O'sha gapi gap, so'zi so'z bo'lish kerak. To'g'ri oliy ma'lumotli bo'lish ham kerak. Endi kadrlar masalasi deyapsizlar. Men qarshi emasman, yoshlarimizga hech qanaqa qarshi emasman. Yoshlarimiz ham salohiyatlilari juda ko'p. Endi mahallada singlim har xil holat bo'ladi-da. O'zi hali boshidan bir narsa o'tkazmagan, to'y qilmagan, quda anda nimaligini bilmagan, oldingizga 60-70 ga kirgan quda andalik kelib qoladi. Oilaviy janjal yuzasidan. Nima deb javob bera olasiz? O'zingizda Oqsoqollar kengashi shuning uchun kerak. Ayollar bo'yicha maslahat shuning uchun kerak. Tajriba kerak. Uning uchun mahallani oqsoqoli bilan men birga gaplashaman. Tajribali rais bo'ladigan bo'lsa, keling, akasi, yo ukam, yo singlim deb oilalarni yarashtirib qo'yilyapti. Endi kadrlar masalasida yoshlarimiz haqiqatdan zo'r, ko'zi yonib turibdi, oliy ma'lumotli, juda bir hamma tomonni yaxshi biladi, lekin hali ularga tajriba yetishmaydi. Yoshlarimiz birinchi navbatda oylikka qiziqib keladi-da. Oylik yaxshimi ish qilib hozir? Oyligi oyligi qarang. Biz umumiy nomzodlar qiziqish kerak-ku saylovga. Biz umumiy mahallada 7likka boshliqmiz a? Prezidentimizga rahmat, hamma sharoitlarni qilib berdilar mahallaga. Eng zo'ri hali sizga bitta savolingizga, meni ko'cham asfaltloy bo'lib yotibdi desa, raisingizga ayting borib, mahallaga tushayotgan 10% dan mol-mulk solig'idan tushadi pul. Ana o'shandan bemalol ishlatishingiz mumkin. Biza ko'p narsalarni qilyapmiz, ko'p narsani olyapmiz. Muhtaram yurtboshimiz hamma sharoitni qilib berdilar. Faqat endi vatanni sevib, sadoqat bilan fidoyi bo'lib ishlaydigan bo'lsa, o'sha rais yugurib borish kerak o'sha yerga, kerakli tashkilotlarga. Endi ba'zi bir narsalar bor, uni hamma narsa bizga bog'liq emas. Tashkilot yuqoridan keladi, shu yerga shu narsani o'rnatishimiz kerak ekan, topshiriq bo'ldi deydi. Ana o'shandan keyin sal ikkilanishli bo'lib qoladi. Lekin men hech qanaqa qarshi emasman. Mahallani raislari har doim ishlab kelyapti. Bundan keyin ham ishlaymiz albatta. Lekin mahallani raislari tajribali rais bo'lish kerak. O'sha ba'zi bir holatlarda o'sha nasihat qiladigan odam bo'lish kerak-edi. 20 ga 30 ga kirgan bola rais bo'lib qolib, bolam kelsan bundoq qilgin siz ikki dunyoda u quloq solmaydi. Gap 20 qonunda keyin oylik masalasi qarang. Oylik masalasini yetadigan bo'lsak, mahallani raisi eng kam oylik oladi. Shu 7 yil ichida. 7 yil ichida.